bizga tashrif buyurgan pasiyentimiz 6 oylik chaqaloq Nurulloy va Muslimani ko'rdik. Bolalarda tug'ilgandan keyin birinchi oylardan ham bolalarga ortopedik tibbiy ko'rik kerak bo'ladi. Ko'rikda to'sson bo'g'inlarda harakatlanish cheklanish kuzatildi. Yig'malar har xil, oyoq uzun kaltaliklari juda yaxshi, yoshiga mos keladi. Oyoq to'sson bo'g'inda o'zgarishlarni ko'rganimiz sababli to'sson bo'g'in obzorga berishini buyurdik. Har kuni bolalar va kattalar bilan davolar, kuzatishlar, diagnostikalar olib bormoqdamiz. Bolalarda uchraydigan to'sson bo'g'in displaziya kasalliklari, tizza bog'lar qiyshiqliklari, skolyoz kasalliklarini aniqlaymiz va chora-tadbirlar, davolash chora-tadbirlarini olib bormoqdamiz. Bundan tashqari kattalarda ko'proq bezovta qiladigan kasalliklardan, tizzalarda og'riq bo'lib, ertadan o'rnidan turib ketishga qiynaladigan, yo'lda yurganda tez charchab qoladigan kasalliklar kuzatiladi. Artroz kasalliklarini ham tashxislash va davolari bizda keng ko'lamda olib boriladi va davolar olib borilib, kelgan bemorlarimiz juda minnatdor bo'lib chiqib ketishmoqda. Ko'ksar artroz kasalliklari, bel churralari, osteoxondrozlar, shu jumladan shunaqa ko'rinishdagi kasalliklar bor bo'lgan bemorlar bizga murojaat qilishingiz mumkin.